Bugun mana 22-yanvar. Toshkentda qor ham yog'di, -2 gradus sovuq. Yo'lda ko'rishingiz mumkin, yangi olib kelgan tovuqlarimiz Bielefelder zotli tovuqlar. Tuxum qo'yib qo'yibdi. Mana ertalab ovqatini berib chiqib ketganman. Ovqatiga jo'xori bug'doy va shu uydan chiqqan po'choqlarni berib chiqib ketgan edim. Svet yoqib turibdi, tovuqlar 8 soat uxlaydi. Ya'ni 8 soat svet o'chib turadi, qolgan payt, kun uzun bo'lgan paytlarda svet yoqib turadi. Tuxum mana, shu tuxum qo'yib qo'ygan, bularga o'zi tuxumni yeb qo'ymaslik uchun mana idish qo'ygan edim. Buni keragi yo'q ekan, bu qora shahzoda tovuqlarimizga o'xshab tuxum yeydigan odati yo'q ekan. Buni yemayapti mana hammasi. Chaqilmagan, teyilmagan tuxumlar. Kecha ham 4 ta olgan edim, kecha videoga olishga ulgurmagan edim. 9 ta tovuqdan 3 ta tuxum. Kam deyishingiz mumkin, lekin bunaqa sovuqda, bunaqa havoda yaxshi natija. Hozir ko'pchilikda 50 ta 100 ta tovuqlar tuxum qo'ymayotgan joylar ham bor. Bular mana shu yerda hozir sharoitini ko'rsatib o'tib ketaman. Chetda salafan bilan o'ralgan oddiy qafasda tagiga otlarni solib qo'yilgan, tagiga quruq turibdi. Ovqat suvi berilyapti. Mana shu yerda ko'chada tuxum qo'yapti. Xudo xolasa Bielefelder zotli tovuqlarimizni ko'pchilik so'rayapti, kattalardan borib sotilayotganda. Yo'q, hozir kattalardan yo'q. Sababi biz buni olib kelgan joyimizda hammasini olib olganmiz. Xudo xolasa shu zotda yaqin kunlarda jo'jalarni chiqazamiz. Inkubatorga tuxumlarni qo'yib, jo'jalarni chiqazishni boshlaymiz. Kuzatib turinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqazmanglar va videoni parrandash qozlarga jo'natib qo'yinglar. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.